ahvol. Yil 12 oy bular usta chaqirib remont qiladi. Kecha kunduz uyqu yo'q. Na ertalab, na kechqurun. Ha, qo'shni, yana nima vaqt chaqir? Yana nima gap? Usta chaqirib uyni remont qila olmaymanmi? Sizga o'xshab eski uyga o'tiraveray. Siz meni butun mahallani oldida sharmanda qildingiz. Hali men eski uyda yashayman. Ana endi ustingizda arz qilaman, sudga beraman sizni. Men mahallani vijdoniman, qadrdonlar. Meni yaxshiligimni hech kim bilmayapti, ko'rlar. Mana shu mahallada bog'cha quriladi deganida men janjal to'polon qildim. Shovqin bo'lib ketadi. Nima keragi bor dedim. Kafe bar quraman dedi. Uni ham kerak emas dedim. Qo'ymadim. Yoqqa yugurdim, buyoqqa yugurdim, yozdim, chizdim. Xullas qalam kafe barda ham qurdirmaydigan bo'ldim. Agar kimda shikoyat bo'lsa, qadrdonlar, mahalla vijdoni degan profilga kiringlar, obuna bo'linglar. Qo'shni! Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sezmayapsizlar, mana qo'shnilarning xonadonidan qandaydir hidlar chiqadi. Menimcha yashirincha oshxonami, qanaqadir six ochib olyapti. Shuni mana mahalla rais aytdi, 10 ta odamdan qo'l qo'ydirib kelsangiz, mana shu mahalladan ko'chaga boramiz, bular yo'q boramiz deyapti. Shundagina qo'l qo'yib bersangiz bo'ldi. Men qo'l qo'ymayman, boshimdan og'ritma. Qo'shnilar menga xalaqit bermayapti. Mashinamga darvozasini yopdimi? O'ktam aka, bu yoqqa keling. Bilasizmi, birisi sekretni ish qilyapti bular. Ana shular ustidan yozib bir narsa qilib qo'yishimiz kerak. Siz o'zi bunaqa hammaning ishiga aralashib yurasiz. Hali u hamshira ishlarni qilasiz. Hali u hamshira ishlarni qilasiz. Undan ko'ra qizingiz yaqinda qaytib keldi, ikkita bolasi bilan. O'g'lingizni har kun ko'raman, yarim kechasi keladi, Barmar degan joylardan. Shantajga qilyapsiz menga, siz tushundingizmi? Men sizni sudga chaqirib, ustingizdan arz qilaman, tushundingizmi? Shu mahallaga mendan boshqani bir vijdoni achimaydi. Masjidjon aka, men o'z xohishim bilan kelganim yo'q. Mana shu qo'ni qo'shlaringiz, "Voy Xudoxon turing, voy Xudoxon qiling shu ishlarni, ustidan arz qiling" dedi. Mana shu ishlaringga qo'yinglar, yo bo'lmasa mahalladan ko'chib ketinglar. Mana shunaqa Robiya kek pishiriqlarni pishiryapmiz. Tirikchilik qilyapmiz, opa, bola chaqamizni boqyapmiz. Biroq xil hech chiqmayapti. Ha, Robiya kek pishiriqlari demaysizmi? Buxoroda ma'lum mashhur bo'lgan Robiya kek pishirig'i shumi? Pishiravering, bo'ldi. Shu hovlimizda juda o't ko'p. Chunki ikkitagina qo'ycha olib bersangiz shu o'tlarni yesa, behudaga qurib qaqshab ketyapti-da. Onasi bilan qo'sh. Endi oldiga bitta qo'riqlash uchun ho'kiz ham kerak-da. Shu bitta sigircha ham olib bering. Undan ko'ra bu mahalladan ko'chib kelganimiz ma'qul. Hay ukajon, Robiya kek pishiriqlari uchun butun firma qurib bermaysizmi? Buncha passiz. Voy beting qursin, parasatsiz kelin. Ertalabdan beri shu ahvolda. Idish tovoq yuvilmagan. Menga bahona topildi-ku. Kelinni go'shini maydalayman-ku endi. Hali ko'rasan, dodingni beraman. Habibingiz qursin, kelin bo'lmay sharmanda. Sen nima ish qilyapsan? Biza shart o'ynagandik, men yutqizib qo'ydim. Ojon shuncha anaqa. Peshonam qursin, men peshonam qursin. Yo'q, ojon siz noto'g'ri o'yladingiz. Hozir hammasini o'zim qilaman, o'zim. Ana, yig'ishtirilmagan uyga mehmon keladi deganda yana eshigim jiringlab. Meni arslonim keldi-ku. Oyijon, it's me, it's we, welcome. Voy, itslaringdan aylanay. Amerikadan keldingmi, bolam? Siz uylantiraman deysiz-u. Men kelmaymanmi, mother? Chalpagim, xotin uchun keldingmi, bolam? David International School. Mana shu yerga meni ishga chaqirishdi. Qanday omadli o'tgan bor. Alo, tog'ajonisi, jiyaningni mana David shkolga direktorlikka chaqiribdi. Yo, o'qituvchiman, o'qituvchi. Ha, direktorlikka aniq. Mother, bu maktabda matematika, ingliz tilidan tashqari arab tili, kulolchilik hamda dutor to'garaklari ham qo'shilgan. Bu yasha. Ammang bolalarni aytaylik, bari to'po edi. Ammajonisi butun qavmi qarindoshni bachalarini olib keling, qabul marosimi boshlangan. Tekin, uni ustiga tekin. Qadr, tekin emas, lekin testdan o'tsa grant asosida o'qishi mumkin. Xosangga qaytarib qilaman. Ha, chumoginalarim, qo'yginang uzilsin. Nima qilyapsan? Yo, mother, noto'g'ri tushundingiz. Bu anaqa biz shart o'ynagandik, shunga yutqizib qo'ydim shunga. O'g'il ko'rdim desam, kelinlarimga cho'ri tug'ib bergan ekanman-a. Yaxshi ham shikilladi, otang ko'rmay o'ldi.